O'g'lim, men sizga hozir hojatxonaga tez borish azobidan qanday qilib 2 kunda tuzalganimni aytib beraman. Videolarda ko'rib ishonmagansiz. Videolarda ko'rib ishonmaganman. Mana hozir shu haqida gaplashamiz. Hozir shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik narxini ham so'rayapti. Narxini ham aytib yuboraylikmikin videoni oxirida. Nima deysiz? Mayli. Bo'ldi, inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'rishsa, hojatxonaga tez borish azobidan qanday qilib 2 kunda tuzalish mumkinligini bilib olishadi, xudo xolasa. Mana hojat og'amiz holati mana yaxshilanganligi uchun mana uyiga chaqirib, dasturxon yozib, mehmon qilishyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga qanday qilib shifo topganligi haqida gapirib beradi inshaalloh. Hozir qayerdamiz? Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'ida. Sizni nima deb so'rashsa, sizni topishadi bu yerda. Rasul aka, Rasul hoji aka desa ham bo'laveradi. Rasul aka desa ham bo'laveradi. Shu yerdan so'rashsa, shu atrofdagilar, to'g'rimi? O'zingiz bilan ham gaplashishim mumkin, to'g'rimi? Bemalol. Mana qanday qilib tuzalganingiz, oldingi holatingiz qanaqa edi, hozirgi holatingiz qanaqa, to'g'rimi? Mana oldin siydik napori qanaqa edi, necha mahal chiqardingiz, necha yildan beri azoblanyapsiz, shuni qisqacha aytib bering hozir mana. Bunday olib qarasak 10 yil bo'ldi bu boshlanganiga buni. Tez siyish boshlangan. Kechalari 3-4 marta edi, keyin 5-6 martaga borib qoldi. Uyqu yo'q hisobda endi 5-6 marta kechasi chiqqaningizdan keyin qish kunida ayniqsa ko'p kechqurun uzun bo'ladi-ku. Ko'proq 6-7-8 martagacha chiqardim-da. Napor qanaqa? Napor shu keyingi paytlarda shu 1 yil ichida napor yo'q hisobda. Hali odam g'ashiz bo'g'ilib ketasa, napor ming kuchansangiz ham shu yerda chiqib ketsangiz turib yana istaydi, yana qaytib kelasiz. Mana hojatxonaga ko'pchilik aytadi, men borishim bilan kelmaydi deydi. Kelmaydi. Uzoq vaqt kutib o'tirish kerakmi? Nima? Iloji yo'q kutib o'tirasiz. Borsiz yana qaytib kelaverasiz-da. Shunday qilmay ketsangiz yana qaytishga majbursiz. O'tib kelib qolgan o'sha kutib turasizcha, keyin keladi. Bu ham napursiz. Napur yo'q. Qiynalganga o'xshab kuchanib, to'liq chiqib ketmaydi. To'liq chiqib ketmaydi. Qolar ekan. O'sha analiz olishganimizda aytadi, teyda qolibdi. Qancha qolayotganini chiqadi. Berar ekan. Yana ko'pchilik aytadi, to'ylarga borishga uyalib qoldim deydi. To'ylarga borishsiz, to'yga borishdan oldin o'ylaysizda, qattiq hojatxonasi yaqinroqmikin. Men bilgan joyingiz bo'lsa-ku, mahalla ko'yingizda bilasiz. Begonaroq joyga borib qo'ysangiz, shu xayolda ketasiz. Hojatxona ish qilib yaqinroqmikin. Shaharlarga borib qo'ysangiz ayniqsa, shu tez mashinada tushgan joyim shu hojatxona bor joyga tushaydi, yaqinroq joyga. Unda ham bunaqa odam zarur joylarga borar ekan. Zarur emas bo'lsa, deydi. Yo'q deysiz, vaqt kelsa bir uzoqroq to'ylar, misol rayonlarga qarindosh urug'lar aytib qoladi. O'g'lim yo uydalarga aytaman, shu tog'ayni qoldi deb qo'yinglar. Bormay ham qo'ydim-da. Hijolat bo'ladi. Sharoit qanaqa ekan deb o'ylaysiz. Oxiri o'zimizni qora akamiz bilan, imomimiz bilan gaplashdim-da shu to'g'risida. Qora aka shunaqa vaqt kelsa shu tahoratdan keyin tomib qolyapti. Sen endi aytish kerak, iloji yo'q. Ayollarga o'xshab nima qo'yib oldingda? Pampersga o'xshagan. Pampersga o'xshatib 15 minut, 20 minut qolganda tahoratni olib masjidga boramiz. Yog'bag'i bilan shu cho'zilib ketsa, tez o'sha yerda namoz o'qigandan keyin ma'ruzaga o'tirmay chiqiladi-da. Hojatxonaga. Dushmaningizga ham ravo ko'rmaydi. Dushmanga ham ravo ko'rmas ekansiz. Mana hali aytdingiz-ku, hojatxonaga kechasi 3-4 martalab chiqardim, kam bo'lsa 5-6 martalab chiqardim. Uyqu bo'lmaydi-yu odamda. Uyqu bo'lmaydi hisobda. Uyqu bo'lmasa garang bo'lib, kunduzi garangga o'xshab shu haqida gapiring. Kunduzi shu kechqurun uyqu bo'lmaganda, kechqurungi uyqu baribir boshqacha ekan, yaxshi dam olar ekansiz. Kunduzi hali asabiy ham bo'lib qolganmisiz? Asabiy bo'lib, sal narsaga ham baqir-chaqir, nevaralarga ham, o'g'ilga ham hatto gapirib yuborar ekansiz. Xudoga shukr, hozir o'zim ham sezib turibman. Hozirgi holatingiz endi yo'q, unaqa asabiylash, nima qilishlar yo'q. Endi ajomas shunday hammaga ham shu davolansin deyman-da, shu azob chekib yurishmaslik kerak endi. Hozirgi holatda naporlar zo'r, a? Napor yaxshi. Hojatga tez borish, yo'q, ortiqcha tez borish yo'q. Hali tushab chiqmayapman deb bo'lmaydi. Bir marta, yarim marta, hozir tun uzun. Sog'lom odam ham chiqadi-da. Sog'lom odam ham chiqadi-da. Tun kechqurun uzun. Mana 8 soat, 7 soat, 9 soat endi bo'lib ketyapti-ku. Vaqtli yotib olsangiz bir marta baribir chiqilyapti.
hozir. Eng qizig'i shu borishingizga keladi, to'g'rimi? Nima qilish yo'qda, borasiz, Mazza qilib. mazza qilib. Ko'pchilik aytadi, men hojatxonaga borishdan zerikuvdim. Endi qachon hojatxonaga boraman ekan, bir mazza qilib bo'shanaman deb o'ylayman deydi. Sizda ham hozir shunaqadir. Shunaqa xudo. Mana sizni hozirgi holatingizga havas qilayotganlarga shu videoga like bosib qo'yishni ayting. Bittadan like bosib qo'yinglar shu. Tanijonlaringiz sog' bo'lsa like bosinglar va shuni ko'ringlar. Doktorga borib uchrashinglar, shunaqa kasali borlar. Yashirmanglar. Mana izohlarga like bosing, izohlarga yozinglar. Izohga qaysi viloyatdansiz pastga yozib, mana siz mana Farg'onadansiz. Boshqa viloyatdan ko'rayotganlar bor. Yozishsa, Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Bu videoni tanishlariga jo'natsin. Xuddi shu dard bilan qiynalgan guruppalari bordir, do'stlar. Yurganlar bordir, ha. Ko'p qiynalib tushunmaganlar ham borda, ko'rib turib bu ishoninglar bu hojiga borib keldim, mana 1 yil bo'ldi, xudo xolosa yolg'on gapirish yo'q. Men o'zim ham tushunmaganman boshida. Mana hozir boshimdan o'tdi, ko'rdim, bildim. Necha oy kuzatdingiz? Men nimani pashti 1 yil bo'ldi-yu, 7 aniq 7 kuzatdim-da. Har kuni kuzatdim. YouTube kanalida Prostata bez adenomasini 1 yil kuzatdim. Qarang, hozir Qirg'izistonda yo'q ekan-da doktorlar. Mana hozirgi kunda Xorazmda, Toshkent shahrida, Namanganda, Farg'onada va Qirg'izistonda ham qilinyapti endi. Tojikistonda ham qilinyapti. Chunki tojikistonliklar ham ko'p yozishdi. Namanganliklar juda ko'p yozishgan edi. Namanganda ham ochinglar, Namanganda ham ochinglar deb. Endi Xudo xohlasa shu videoni qaysi viloyatdan ko'rishayotgan bo'lsa, hammasi oson. Kommentariyaga kirib turib, o'zini qaysi viloyatdanligini yozib qo'ysa bo'ldi. Biz talabga qarab shu yerda ham filial ochishga harakat qilamiz, Xudo xohlasa. Hozir mana shu videoni pastiga umumiy nomer yozamiz. Telefon qilsa ham bo'ladi. Qirg'iziston, tojikistonliklar WhatsAppdan yozsa ham bo'ladi. Shu nomerga telefon qilishsa bo'ldi. Xohlagan filialga ulaveradi yoki maslahat berishadi. Yoki qanaqa analiz topish kerak deb o'zlari so'rasa ham bo'ladi. Vrachlar telefonda olishadi. Vrach bilan maslahat olmoqchi bo'lsa, qo'rqmasdan telefon qilishsin. Bepul. Telefonda olishar ekan. Men oladimmi, yo'qmi deb sekin. Bemalol shu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Men YouTube'da ko'proq shu 7 oy 8 oy bo'ldi-da. YouTube'da sekin o'zi bilmasdi bunaqa telefonni, hani nimali telefonni. Ha. Keyin o'rgandim, o'g'lim olib berdi, Rossiyada yurib, shunaqa telefon o'rganib test ishni 3 kunda davolaymiz, test 2 kunda davolaymiz degan nimalarni ko'rib, qiziqib boshida ishonmagandingiz. Boshida bitta ham ishonmadim. Yolg'on. Bu prostalik reklama qilishyapti deb o'yladim. Hani Doniyorjon Ibragimov degan doktorni o'zini gapirtirishdi, o'zi ham gapirib beradi. Telefon nomerlari chiqadi. Telefon nomeri orqali sentyabr, avgust oylarida bo'lsa telefon qildim. Keling klinikamizga, Doniyor Ibragimovich bilan o'zi bilan men bilan xohlovchi gap suhbat oluvchi nimalar dedi, bemorlar bo'lsa dedi. Oldindan dedi, mana o'zi qildirib olinglar, qon tahlilini qildirib olinglar. Oson bo'ladi. Balki operatsiyasiz davolash mumkin, balki tabletka bilan davolash mumkin degan fikrlarda aytdi. O'sha bo'yicha bordim. Orada bir ikkita domlalar chiqib gapirishdi, yosh katta ulug' kishilar. Domlaman dedi. Ishonmadim, domla ko'p ham yolg'on gapirmasa kerak. Dedim, yana o'zimga o'xshagan bir ikkita qishloqdan bolalar, yigitlar gapirishdi. 60 ga kirdim, 61 ga kirdim dedi. Mana 3 kunda davolanib keldim. Hech u ham ishonmagan ekan menga. 1 yil kuzatdim deyapti. U 1 yil kuzatdim. Demak, kanalga kirib hamma videoni ko'rib chiqdingiz. Hamma videoni ko'rib chiqdim shu nimani. Prostata bez adenomasmi degan kanalga kirib hammasini ko'rib erinmadim ama. Bir-bir ko'rib bitta ikkitasi yolg'on gapirsa ham qolganlar rost gapirar deb ishonch hosil qilib shu telefon qildim. Keling, mana shu klinikamizga ko'ramiz. Agar zaruriyat bo'lsa operatsiya qilamiz. Bo'lmasa tabletkalar bilan davolaymiz. Mana tog'a shu yerda men aytib ketay. Ko'pchilik mana videoda ko'rib olib, men borishim bilan shart operatsiya qilib yuboradi deb o'ylaydi ekanda. Lekin men aytaman, misol 10 kishi borsa, 10 kishidan bo'lsa bir ikkitasi yoki 3tasi operatsiya bo'ladi. Qolgani o'sha tabletkalar bilan o'zini holatiga qarab, tabletka bilan davolanib chiqib ketyapti-da. Andijonlik bo'ldi, mana
bitta andijonlik, bitta qirg'izistonlik o'sha Doniyor Ibragimovga priyomga o'sha hammamizda tahlillar bor, o'zi bor. Turdik, o'sha kelishdi. Bu bosh yaxshi odam ekan, samimiy o'tirib bittadan qabul qildi. Ko'pchilik mana sizni tushunibsiz. Ko'pchilik mana uydan borib, men tekshiruvlari yo'q qo'lida. Men Doniyorbek bilan uchrashishim kerak deydi u. Deydi ekan. Endi u ham Doniyor aka bilan uchrashgan bilan holat betingizga qarab aytolmaydi-da. Qo'lingizda qog'ozingiz bo'lishi kerak, tekshiruvlar bo'lishi kerak. O'zi asosiy o'zi tekshiruv, qon tahlil bo'lishi kerak. Keyin Doniyor aka bilan shu qo'lingizda qog'ozingiz bilan borib ko'rsangiz, keyin shunga qarab nasib. Tunavul 10 kishi yig'ildik. Doniyor Ibragimovich keldi. Xuddi YouTube'da qanday ko'rgan bo'lsa o'shanday yigit ekan. Samimiy, yaxshi, zo'r bola ekan. Gaplashib, so'rashib, hol ahvol so'rashib, bittadan qabul qildi. Shu 10 kishi edik. 6 tami, 5 tamizmi erta dori bilan dedi, bir oy dori ichib ko'rasizlar. Keyin holatingizga qarab zarurat bo'lsa, operatsiya qilamiz. Bo'lmasa shart emas. Bo'lmasa shart emas operatsiya qilish. Dori bilan davolayveramiz. Dedi, shu bilan bir oy ichib ko'rdim, yana buni tez shishib qolaver, qatnashdan bezor bo'lib, nima bo'lib, baribir operatsiya qildirmasam bo'lmaydi ekan deb o'zimga o'zim bordim-da. Yana qayta bir oydan keyin borib uchrashib, endi baribir operatsiyani ham bo'pti, davay yoting deb qo'yavermas ekan, rozilik so'rab, rozimiz axir o'zingiz, bolalaringiz rozimi deb olib kirib. Operatsiya endi qanaqa bo'ldi jarayon? Operatsiya jarayonida dushanba kuni bordik, o'sha kuni kechroq qolgan ekanmiz, ertaga ittalab keldi. Abitdan keyin dedi, ovqat yemayman dedi. Men kechqurun tozalab nima qilamiz dedi. Ertamanga shu 10 soat 11larda bo'lsa kerak-da. Olib kirishdi. Beldan o'tkazishib, ichkarida hamshiralarga ham, boshqa doktorlar ham shunaqa yaxshi kutib olishdi. Xuddi bir operatsiyaga kirmagansiz, bir tomosha nega kirganda-da. Qo'rquv degan narsa yo'q bo'lib ketdi. Men o'zim qo'rqib turdim. Hech operatsiya qildirmaganman. Hozir yo'l qilishdi belimga. Tushuntirdi, beldan pastingizni sezmaysiz. Qo'rqmang deyishdi, xo'p dedim. O'tkazishimdan ukol qilishdi. Oyog'ingizni ko'taringchi dedi. Ne? Oyoq ko'tarolmadim oyog'imni. Qo'llarida aytganida kulib keldilar, nimalar taqishib olgan. Tog'ada televizorga qarab yoting dedi. Televizor ko'rib yoting dedi. Mana sizni qiynayotgan narsani gurrt etar ekan, hech narsani sezganim yo'q-da. Lazer orqali, lazer orqali hech narsani televizorga qarab yotdim. Endi 20 minutmi, 5 minutmi, yarim soat atrofida ana bo'ldi, qutuldingiz deyishdi. Shundan olib chiqishib, yozib ertasiga ertamanda kelib Hoji tog'a bo'ldi. Javob nimalar? Ko'pchilik mana 2 kunda yoki 3 kunda tuzalib qolishiga ishonmayapti. Ishonmayapti. Fantastika deb o'ylayman. Men o'zim ham ishonmaganman bunga. Bu bunaqa bo'lishi kerak. Operatsiya qilinadi, yana tem bo'ladi, anesteziologlar nimalar qiladi-yu, qanaqasiga 5-10 kun yotish kerak deb o'ylaydi. Yotsak, o'zim ham yotsam kerak deb o'ylaganman. 3-4, hech bo'lmasa bir 5 kun desam, 2 kunda javob berdi. Bo'ldi, bemalol. Faqat dedi, bir oy shu ko'p o'tirmaysiz dedi. Yurishga, ruxsat. Yotishga ruxsat. Bemalol ovqatni yeb dedi. Mana Xudoga shukr, bugun 22 kun qoldi. Mana boriq, hali bir yillar sal xonadadir, qon nima yo'q. Oldin hech qayerdan teshib netgan yo'q. Oldin siydik naporingiz qanaqa edi? Oldin mana shu 10 yil ichida qiynalganman. Past edi napor. Yonimga chiqardi. Hozir mana operatsiyadan keyin hali shlanglar nima deydi, kateterchalar qo'yishgan edi. Ularda olishdi o'sha doktorlar javob berishdi oldin. Hojatxonasi prosedura deganini ichida ekan. O'zlari va turib kirinchi endi dedi. Kirib endi bemalol bo'shalaverinchi dedi. Endi tasavvur qila olmaysizlar, shunaqa mazza qilyapmanki, shu
Yo rostdanmi shunaqa bo'ldimmikan deyman. Keyin qiynalmayman desam kulib nima aytdi hayajon. Xudo xolasa dedi, Xudo yolg'on chiqmasin, umrbod ana shunday bo'ladi dedi. Endi boshqa qaytib bunaqa kasal bo'lmaysiz ham. Napor zo'r bo'ladi. Napor zo'r. Shunaqa xursand uyga kelguncha javob berganmiz 4 soat orada endi yaqa bo'lib 2 soat 3 soat o'tdi. Hali tez ham amikin uyda ham o'tirdim. Yo'q, men majbur o'zim hojatxonaga bordim. Endi u yerda qancha ukollar qilishib yuborgan osma ukollar nimalar bilan o'sha kelishimdan oldin. Endi ko'p siysam kerak baribirda o'shali to'yda siygancha orada 3 soat 4 soat o'tsa ham borib bir 50 gram 100 gramcha siydim. Keyin yedim. 2 soat 3 soatdan keyin yana ataylab yana bordim. Borsam napor shunaqa bo'larmikin desam, napor yaxshi. Endi ko'pchilik aytadi, og'riqli nimalar yo'q. oldin hojatxonaga borishga bezillab qolardi. To'ppa. Endi bo'lsa hojatxonaga borsam mazza qilar ekansan, ham napor yaxshi hech narsa qolmas ekan, qolliq qolmas ekan. Doktorlar, rahmat doktorlarga ham shunchalik o'qib, shunchalik odamlar davolab duosini olib yurishdi. Duosini olib, shu ishlari haqiqatdan ham ish ko'p ekan. O'sha nima Doniyorjon Ibrohimovga o'xshab nima Hayotjonni ham nimasi ko'p ekan. Bir kun o'sha bizni ko'rdi, operatsiya qildi. Ertaga batta bo'lmaydi, Qirg'izistonda bo'laman. Bitta joy turmas ekanlar. Yo biz shunaqa hozir. Hozirgi kunda Xorazmda, Toshkentda, Farg'onada, Namanganda, Tojikistonda, keyin Qirg'izistonda operatsiya qilishyapti. Ko'pchilik aytadi, bizning viloyatda ham filial ochinglar deydi. Biz endi qaysi viloyatda ko'p talab borligini bilmaymiz. Birinchi faqat Farg'onada edi, keyin namanganliklar shu YouTube'dagi videoni kommentiga Namanganda ham ochinglar degani uchun Namanganda ham ochilgan. Hozir endi shu videoni ko'rayotganlar qaysi viloyatdan bo'lsa, kommentariyasiga o'zini viloyatini yozib qo'ysa, shu videoga bitta like bosib qo'ysa, Xudo xolasa u viloyatlarga. Men o'shanga hayron bo'ldim, Andijondan kelishdi-da. Endi eng rivojlangan oblast bo'lsa, biz Farg'onalarga qaraganda, Namanganlarga qaraganda, desam, yerda ham bor doktorlar biz Doniyor Ibrohimovich eng zo'r edi. Ko'rishimiz kerak deb nima qilishdi men aytishdi. Mana siz 7 oy o'ylanib yurdim dedingiz-ku. Shu keyin operatsiyadan keyin, holatingiz zo'r bo'lgandan keyin shu bekor ham o'ylanib yuribman degan. O'sha men vaqtliroq borishim kerak ekan o'zi. O'sha 7 oydan birov o'ylagancha, birov ichida borishim kerak, ko'rganimcha borishim kerak ekan. Endi baribir odam qo'rqar ekanda, ikkilanib rosa ishonch hosil qilib olay dedim, bir rostmi yolg'onmi? Hali ishonmaydigan oddiy biz odamlar 2 kunda valisidan operatsiya qilib javob. Bunaqa texnologiya borligini bilmaydi ko'pchilik. Bilmaydi, Qanday qilib kesmasdan operatsiya qiladi deydi ko'pchilik. Nima o'rtoqlarim kelib qoldi. Operatsiya bo'lgan ertasi juma kuni bo'lib qoldi, peshanba kuni ham bo'lsa. U tayyorlarda yonimda ishga bor hisobda qilib o'tirishdi-yu, turaylik shoshilishib. Aytdim, menda hech narsa yo'qmi? Qildimda. Hali hayot men o'zim ham o'yladim, operatsiyadan keyin kateter ulab qo'ysa kerak. Sen bu eski o'sha ota bobolarimizda 30-50 yil, 40 yil yoqda shunaqalar ekan. Unda qaytadan ham bilaverar ekan. Bu prostata bez adenomasi ikkinchi yurak, erkaklarda ikkinchi yurak degani ham. Albatta. Lekin hozir ham qayerlardadir shu eski usul bilan operatsiya qilishyapti-da, shu kateter ulab, boshqa shu qaytalanadigan operatsiyalar qilib, hozir mana bu operatsiyada qaytalanish ehtimolligi 1% dan ham pastda qaytalanmaydi. 99% garantiya deyapti-yu. Shunday. Endi 1%. Ya'ni ko'pchilik shu eski usulda operatsiya qildirgan, yana qaytalanadi, shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi-da, lekin bu operatsiyada qaytalanish ehtimolligi juda ham past. Yo'q hisobda, past yo'q hisobda endi. Shunaqa. Doktorlar omon bo'lsin. Bola chaqalarni orzu havosini ko'rsin, hayajon, yurak, uni ayniqsa Ibrohimovich bu qatdan nima bo'lgan ekan, O'zbekistonda shunaqalardan ko'paysin. Mana hozirda ko'pchilik men borishimga operatsiya qilib yuboradi deb o'ylaydi, lekin boya aytdim, misol 10 ta odamdan 2 tasi yoki 3 tasi operatsiya bo'lishi mumkin xolos. Qolganlarga holatiga qarab yo tabletka yozib berishi mumkin, tabletka bilan yaxshi bo'lib ketadi. Lekin ko'pchilik o'ylaydi,
shu meni ham operatsiya qilib yuboradi borsam deb deb o'ylaydi. Ha. Lekin uzoq kutib yurish, mana siz 7 oy kutdim dedingiz-ku, kanalimizda 1 yildan beri kutayotganlar bor. Uzoq kutib borish bu prostata bezi rakiga ham olib borishi mumkin. U endi uni davolash juda qiyinlashib boradi. Siz ham aytdingiz-ku, andijonlik odam bilan birlayotdim deb, shuni gapirib bering. O'sha andijonlik nima tahlil qon analiz qilishni desa, men ahamiyat bermagan ekanman nimalarga. Bilmayman qanaqa bo'lgan ekan. Desam, menda shu ko'proq balalar chiqibdi, mendan analiz olib Toshkentga yuborishdi. Dedi. Toshkentdan kelsa keyin operatsiya qilishar ekan dedi. Keyin 1-2 telefonda gaplashdim kelgandan keyin. Shatdaman davolanyapman hozir ham dedi. Endi keyin yana bir orada telefon qilsam, uydaman mana tabletga lechena nimalar bilan lechena qilishar ekan degandek qilib nima qilishdi. Endi bilmayman javobi qanaqa keldi. Bu bunaqa bo'ladi-da. PSA analizi yuqori chiqsa, PSA analizi yuqori chiqsa, u prostata bezi adenomasidan biopsiya namuna olib Toshkentga jo'natib, bu boshqa joylarga tarqab ketmaganmi yoki tarqab ketuvchi emasmi, shunga o'xshagan tekshiruvlarni qilib keyin operatsiya qilinadi-da. Shuning uchun ham ko'p o'ylanmasdan kelish kerak, borish kerak, tekshiruvdan o'tish kerak, asosiy tekshiruv ekan birinchi. Yoki misol uchun boshqa viloyatdagilar bo'lsa kelishi ham shart emas. Shu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib turib, men qanaqa tekshiruvdan o'tay, qanaqa analizlar topshiray, o'zimning viloyatimda deb turib, so'rab turib, shu tekshiruvlardan o'tib turib, keyin kelsa bo'laveradi. Yoki Telegramdandir yoki WhatsAppdandir analizlarni tashab, mana meni holatim qanaqa ekan, bilib beringlar desa ham bo'ladi. Aytishib beraveradi. Ha, aytishib beraveradi. Ko'pchilik kelib olib, hali qo'lida tekshiruvi yo'q, natijalari yo'q. Men Doniyor aka bilan ko'rishim kerak. Ko'rishim kerak. Doniyor aka ham keyin hijolat oladi. Xo'p, men bilan ko'rishgan bilan baribir tekshiruvdan o'tish kerak. Tekshiruv bo'lmasa, qog'ozga qarab aytishim kerak men holatini, yuziga qarab turib ayta olmayman deb Doniyor aka ham hijolat bo'ladi. To'g'ri. Ko'pchilik xafa bo'ladi ekan, men borsam Doniyor aka yo'q ekan. Boshqalar tekshiruv qilamiz dedi. Men unamadim deyishadimi? deb o'ylaydi ekan. Yo'q, birinchi tekshiruvlardan o'tib, qo'lida yaxshi dalil bilan keyin Doniyor aka bilan ko'rishsa, ishi bittada bitadi. Tezda bitadi, ham oson. O'ziga ham oson. Qanchaki bu nimada o'sha nimalari boshlandimi, tez siyish yo bir bezovta qilish. Orada qisilib qolish yo tezda shu borish kerak, kutmaslik kerak. Shunday. Qancha tez borsa, shuncha o'ziga yaxshi bo'ladi. Hali endi mayli 1 oy, yarim oy kutsa nima-yu, bizga o'xshab 7 oy, 8 oy, 1 yil burun boshlanganman-da o'zi. YouTube'da ko'rish 7 oy, 6 oydan keyin ko'rish boshladim-da men. Ungacha tushunmasdim men telefonda. Mana shu prostata bezi adenomasi YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishsa, yangi videolar chiqadi. Har xil viloyatdan odamlar chiqaryapmiz. Mana kechagi kuni Chustdan tog'amiz chiqardik, ko'rasiz. Ko'pchilik obuna bo'lishni ham bilmaydi. To'g'ri. Nima shu Doniyor yuragimcha ketishsiz nimangizdan ko'rdim-da. Shuni bilishmaydi. Podpisаться degan joyini essin, keyin nima joyini bitta yozib qo'ysa bo'ldi. Keyin yangi video chiqsa boraveradi. Boraveradi deb. O'shanaqa bo'ldi-da keyin menga. O'shanaqa ko'rayish deb. O'rgan, endi bilmaganingizdan keyin qiynagan. Bilganlardan bir so'rash kerak. Podpisаться qilish qayerda, nima qilish qayerda deb like bosish. Bilmaganingizdan keyin bilib olsangiz, eng asosiy shu boshlandimi o'sha nima, qanchaki vaqtlik borsangiz, doktorga borsangiz, ertaroq borsangiz, osonroq bo'ladi. Davolanish ham oson. Hamma tomonlama yaxshi bo'lar ekan. Shunaqa. Xo'p, yana gapirilmagan nima qoldi? Shu ko'pchilik bizga telefon qilishga qo'rqadi. Telefon qilsam ular men operatsiya qilib, yo'q, telefon qilib, bemalol so'rab, men qanaqa analizlarni topshiray, qanaqa tekshiruvlardan o'tay. Shu o'zini viloyatida topshirsa ham bo'laveradi. Bu yoqqa kelish ham shart emas-da. O'zini viloyatida topshirib, analizlarni Telegramdir, WhatsAppdir orqali jo'natib yoki o'zi olib kelib, o'zi bilan ko'rishmoqchi. Men hali aytdimmi yo'qmi, rosa esimda yo'q, o'sha siz aytmoqchi, o'sha telefonda ko'rayotganda o'sha nomer chiqqan-da. Keyin men telefon qilganman. Telefon qilib, maqsam ertalab 9 ga keling, yetib keling. Analiz qon, o'zi shu sidigan topshirasiz. Doktorlarimiz ko'radi, zarur bo'lsa operatsiya deydi-yu. Bo'lmasa dori bilan
bemalol dori bilan bir lechina qiladi. Aytishgan mana o'sha telefon YouTube'da ko'rib o'sha nomerga telefon qilib borganman. Shunaqada, bo'lmasam qanaqa analiz topshirish kerak, qayerga borish kerak bilmaydi-da odamlar. To'g'ri. Misol uchun buxorolik odam qanaqa klinikaga borib qanaqa analiz topshirishini bilmaydi. Undan ko'ra osoni telefon qilib so'rasa bo'ladi. Shu o'ziga yaqin bo'lgan klinikaga borib, qanaqa analiz topshirish kerakligini aytishadi, telefon qilishsa. Topshirib keyin ishi osonroq bitadi. Oldini olish kerak endi, oldini olish ham endi shunaqa sezgancha harakat qilish kerak ekanda, kutmaslik kerak ekan bizga o'xshab. Mana Hoshid og'a, sizni hozirgi holatingizga havas qilib, men ham shunaqa tuzalib ketay deganlar, shu videoga like bosib qo'yishsin ayting. Shu videoga like bosib qo'yinglar. Menga o'xshab Xudo xolasa hammalaringga sog'lik omonlik tilayman. Oldin olganlaring yaxshi. Hamma narsani oldin olgan yaxshi ekan. Kommentariyaga yozinglar o'zinglar tilaginglarni. Qaysi viloyatdansizlar? Qaysi viloyatlarga filial ochaylik? Qancha ko'p talab bo'lsa, shuncha ko'p filial bo'ladi va sizlarga ham yaqin bo'ladi. Birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, obuna bu yolg'on emas, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yolg'on emas ekan, bu rost haqiqat ekan. Men ham qancha ishonmay yurdim. Men ishonmay yurdim. Men 6-7 ishonmay yurdim bunga. Oxir mana uchrashib, operatsiya qildirib rostligini bildim. Shu videoni pastida strelka bor, shu strelkani ustiga bosib, tanishlarga jo'natsa bo'ladi. Telegram orqali, WhatsApp orqali. Chunki tanishlar orasida ham shu dard bilan qiynalayotganlar ko'p bo'ladi-da. Ko'p bo'ladi bunaqa. Yashirmaslik kerak endi, doktorga ochiq-ochiqni aytaverish kerak ekan borib. Keyin ko'pchilik qo'rqadigan tarafi hozirda mana jinsiy tomonlama yo'q bo'lib qoladi deydi. Chunki oldingi eski operatsiyalarda kommentariyada yozishadi, bunaqa operatsiya qildirmanglar. Xotiningiz bilan digona bo'lib qolasiz. Odamlarga gap qiladi. Unaqa emas, to'g'rimi? Unaqa jinsiy tomonga. Navorot yaxshi tomonga ekan. Yaxshi tomonga o'zgaradi. Qog'ozga o'rab gapirishyapti, mana hech qanaqa uni minus tomoni yo'q. Minus tomoni yo'q. Yaxshilansa yaxshilanadiki, yomon tomonga o'zgarmaydi. Uni Doniyor aka o'zi ham aytishgan. Aytgan, ha. Hozir yoshingiz nechida tog'a? Hozir 68daman. 68 yoshdasiz. Mana 50 yoshli, 60 yoshliklar qo'rqib yuribdi. To'g'ri, o'sha qo'rqmaslik kerak ekan. 67 yoshda bo'lgan, shuni nima bo'lgan bo'lsa, o'zi 10 yilcha bo'ldi. Bunga men yashirib hech kim indamay, oxiri mana operatsiya qilmasdan davolanib ketsiz bo'lagan, vaqtga uchrasiz. Shunaqa, xohlasa.